Buni kiyib oyog'imni qo'lga oldim-da qochdim. Yo'ldan qoch! Qirqibeki oldi u itdan tarqagan. Men ana ham yon qaravamiz lekin chiqmadi. Mahallamda ko'rmay ikkinchi o'g'li qiz bolani yomon qilsa chiqadimi? Xullas o'sha kunni eslashni ham xohlamayman, jahlim chiqadi. Qizim Qashqa bilan ketib qoldi. Ha nima? Daraxa bitta debsan qizli oladi, bitta qiz uchun siqilaman. Nima? Elektrik shoqiraylik hay. Qanaqa elektrik? Hozir kelsa 500 ming pulingni oladi. Menga ikkita viski solib bersang bo'ldi. Ye, ishlab ketdimi? Oyni panjasida kanaga ishlaydi. Cho'g'ini viski solib, viski solib. Bu albatta zo'r. Lekin mana bu Shunchaki kayf, sen tushunmaysan buni. Yo'q. Endi yetib keldikmi? Yo'q. Endi yetib kelgandirmiz? Ha. Rostdan. Yo'q. Sen o'zi xavfli balivoychaga tushib qolgansan. Bu usulda nomi bog'maylon pishillab keldi deb nomlanadi. Agarda tushunmagan joying bo'lsa, nanan kelgandan keyin so'raysan. Tur. Davay. Urishamiz. Qani bo'l. Ko'rsan. Voy bilan. Jinni ekan-ku bu.